Bu iPhone sotib olayotganda mошенниклар tuzog'iga tushib qolmaslik uchun ushbu narsalarga e'tibor berishingiz shart. Videoni boshlashdan oldin bizga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu videoda bu iPhone sotib olayotganingizda eng muhim e'tibor berishingiz shart bo'lgan joylarni ko'rsatib o'tamiz. Va albatta videoni oxirigacha ko'ring, chunki barcha ma'lumotlar eng kerakligi bo'ladi. Bu iPhone sotib olayotganda birinchi o'rinda uni tashqi ko'rinishiga va ustida ko'rgan ko'rmaganligiga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Oddiy odam ustida ko'rgan yoki ko'rmaganligini qayerdan tushunish mumkin? Buni eng oson yo'llardan biri telefonni kamerasiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Oldiga va orqa kamerasiga. Agar telefon ochilgan bo'lsa, katta ehtimol bilan kameraga qo'lingizni tekkan bo'lishi mumkin yoki kameraning ichida changlari yoki dog'i bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishlarni tekshirib bo'ldik. Keyingi qadam esa настройкадан bo'ladi. Birinchi настройкаga kiramiz. Основныйga kiramiz. Об этом устройстве kirib, tashqi ko'rinishlarni tekshirib bo'ldik. Keyingi qadam esa настройкадан bo'ladi. Birinchi настройкаga kiramiz. Основныйga kiramiz. Об этом устройстве kirib, nomer modelini bosh harfiga e'tibor beramiz. Agar M harfi yozilgan bo'lsa, telefon yangi, restavratsiya qilinmagan bo'ladi. Oxiridagi ikkita raqam esa telefon qaysi davlat uchun chiqarilganini aniqlab beradi. Shu holatda juda ham ko'pchilikda savol tug'iladi. O'zi qaysi davlat uchun ishlab chiqarilganini sotib olgan yaxshiroq? Amerika uchunmi, Koreya uchun, Yaponiya yoki Avstraliya? O'zi aslida barcha telefonlar Xitoyda ishlab chiqariladi. Lekin regionlarga bo'linishining sababi o'sha davlatda ichki qonun qoidalaridan kelib chiqib, o'sha davlatga moslab chiqarib beriladi. Misol uchun, Koreya va Yaponiya uchun ishlab chiqarilgan telefonlarni sotib olganingizda kameraga bezzuvq holatda olsangiz ham ovozi o'chmaydi. Buning sababi davlatda ichki qonun qoidalarida birovni sezdirmasdan rasmga olish mumkin emas. Lekin yana bir ahamiyat beradigan jihati, ushbu qonun qoidalar o'sha davlatda o'zidagina ishlaydi. Agar boshqa davlatda, deylik bizda O'zbekistonda ishlatsangiz, bu qoidalar umuman ishlamaydi. Bezzuvqda rasmga olsangiz, bezzuvq holatda olaveradi. Agar eSIMli kerak bo'lsa, Amerika uchun ishlab chiqarilganini sotib oling. Agar ikkita sim kartali kerak bo'lsa, CHA va ZA region, ya'ni Xitoy va Gonkong uchun chiqarilganini sotib oling. Agar bitta sim kartali kerak bo'lsa, istalgan regioningizni sotib olishingiz mumkin. Keyingi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri O'zbekiston hududida IMEI registratsiyadan o'tkazilganmi yo'qmi, shuni tekshirishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham oson. Buni ham sizlarga o'rgatib o'tikaman. IMEI ekani tekshirish uchun vizovga kiramiz. yulduzcha katicha 06 katicha qilib turib, IMEI raqamlarimizni topishimiz mumkin. IMEI raqamini tekshirishning eng oson usuli SMS orqali bo'ladi. SMS ga kirib 1170 raqamiga o'zingizning IMEIingizni jo'natishingiz kerak. Men o'zimnikini ko'chirib oldim. 1170 raqamiga o'zimning IMEIimni jo'natdim. Mana bizga javobi keldi. Jismoniy shaxsning pasport ma'lumotlari yordamida ro'yxatdan o'tkazilgan. Agar ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, ushbu telefon O'zbekiston hududida foydalanishda taqiqlanadi deb SMS keladi. Bu iPhone sotib olayotganingizda bu jihatiga ham aniq e'tibor berib qo'ying. Sababi agar registratsiyadan o'tmagan bo'lsa, registratsiyadan o'tkazish narxi taxminan 50-60 dollar atrofida bo'ladi. Bu hozircha narxi. Keyinchalik bundan ham oshib ketishi mumkin. Shuning uchun ahamiyat berishingiz juda ham zarur. Va yana bir ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri, agar telefon ochilgan bo'lsa yoki biror bir detalni alishgan bo'lsa, buni ham настройкадан bilsangiz bo'ladi. Buni bilish uchun настройкаga kiramiz. Основныйga kiriladi. Tepada об этом устройствеga bosamiz. Bu holatda menda telefonda hech qanaqa detallar alishmagan uchun hammasi joyida turibdi. Agar siz sotib olayotgan telefoningizda mana bu kabi undov belgisi bo'lsa, ushbu yozilgan detallari alishgan bo'ladi. So'zimiz boshida mошенникlarni boshlaganimizning asosiy sababi juda ham ko'pchilik hozirgi kunda iCloudga tushgan telefonlarda bir martalik ochib turib xaridorga sotib yuborishadi. Buni ham tekshirishning yo'li bor. Buni tekshirishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi sayt orqali tekshirishingiz bo'ladi, lekin saytdan tekshirganingizda har doim ham aniq bo'lmaydi. Ikkinchi yo'li esa 100% yo'li, ya'ni telefonga полный заводской сброс berishingiz kerak bo'ladi. Sbros berganingizdan keyin barcha настройкаlar o'z holiga qaytadi. Agar telefonda iCloud bo'lsa, iCloud chiqib keladi. Agar sizga shuncha bosh og'riq kerak bo'lmasa, bemalol iBoxga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizga yo'l olasiz. Telefonlar va mahsulotlarimiz haqida barcha ma'lumotlar bor. Bizda barcha telefonlarimizga 1 oy muddatga garantiya beriladi va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Siz ham mошенникlarga aldanib qolganmisiz va yana qanday tekshirish usullarini bilasiz? Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskani unutmang.